Bugun fransuzlarning o'zini ham xabari bo'lmagan fransuzskiy salat tayyorlaymiz. Karamni mayda somoncha qilib to'g'rab olamiz. Xohlagan go'sht mahsuloti. Men kolbasa soldim. Qaynatilgan tuxum, qaynatilgan lavlagini ham yupqa somoncha qilib to'g'rab olamiz. Qovurilgan kartoshka yoki menga o'xshab chips solishingiz mumkin. Sabzi salat solamiz va maselkani mazali quyuqqina mayonezdan solamiz. Chunki bu mayonezlar salatning suvini umuman chiqarib yubormaydi. Yaxshilab aralashtirib dasturxonga tortishimiz mumkin. Qiziq, bu salatni fransuzlar yesa nima derkin-a? Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali. Agar qanaqadir noodatiy salat yegiz kelayotgan bo'lsa, bu retseptni tez saqlab oling, keyin ko'rishda davom etasiz. Tuxumni tuz bilan yaxshilab atalab olib, yog'langan skоворodkada bilinchik shaklida pishirib olamiz. Ikkita bilinchik chiqdi. Keyin buni tesmalarga bo'lib, somoncha qilib to'g'rab, idishga solamiz. Salatimizning eng asosiy masallig'i bu kopchonная sirная palichka. Buni ham maydaroq qilib to'g'rab idishga solamiz. Men tayyor sabzi salatidan foydalandim. O'zingiz tayyorlab solsangiz ham bo'ladi. Biroz maydaroq qilib to'g'rab oldim. Yana chips soldim. Buni o'rniga ham kartoshka qovurib solishingiz mumkin. To'g'ri, foydali emas, lekin juda ham mazali salat chiqadi. Endi bizga maselkani mazali mayonezlari kerak. Buni ham solib, yaxshilab aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Juda ham mazali salat bo'ladi, javob beraman. Albatta tayyorlab bir marta bo'lsa ham tatib ko'ring. Yoqimli ishtaha. Qaytgancha like bosib ketish ham esingizdan chiqmasin. Agar siz ham farzandingiz ovqatga injiq bo'lsa, mana bu ketchupli salatni tayyorlab bering, mazasi bomba chiqadi. Kartoshka fri bilan ketchup zo'r chiqishadi, bilasizlar-a? Shuning uchun kartoshkani kvadrat to'g'rab, qizartirib yog'da qovurib olamiz. Bolalar yana nimani yaxshi ko'radi? Albatta kolbasani. Kolbasa, qaynatilgan tuxumni ham bir xil kvadrat qilib to'g'rab, hammasini idishga solamiz. Konservalangan jo'xori, kolbasa, qaynatilgan tuxum, bunga yana ozroq ko'kat qo'shib yuborsanglar va maselkani bolalar uchun ishlab chiqarilayotgan bezarar ketchupidan solib yaxshilab aralashtirsanglar, juda ham mazali, foydali salat bo'ladi. Bolalar buni juda ham yaxshi ko'radi. Agar xohlasangiz, bunga ozroq mayonez solsangiz, yana bir boshqacha ta'mli tartar salati tayyor bo'ladi. Bunisini albatta o'zingiz uchun tayyorlab ko'ring, juda ham mazali. Videoga esa like bosib, saqlab olishni unutmang. Uyinglarda suv qochib qolgan, sal qattiqroq non qolgan bo'lsa, tashlab yubormanglar. Uni mayda to'g'rab, idishga solinglar. Keyin xohlagan qo'shimchalarni qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Men ozroq kolbasa, tuzlangan bodring va ko'katlar soldim. Avvaliga 3 ta tuxum solgandim, keyin yana 2 ta qo'shdim. Jami 5 ta tuxum soldim. Tuz va ziravorlar solib yaxshilab aralashtiramiz. Quyuqqina shunaqa massa bo'lishi kerak. Cupcake qolipimizni biroz yog'lab massadan solamiz. Bunaqa qolipinglar bo'lmasa, keks qolipchalaridan foydalansanglar bo'ladi. Duxovkada 20 minut pishirib olamiz. Qarabsizki, juda ham mazali, chiroyli, xushbo'y nonushtamiz tayyorda. Buni ayniqsa sirli souslari, ketchuplari bilan yesanglar bormi? Albatta tayyorlab ko'ring. Videoga like bosib, sahrangiz qilib, yaqinlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang.